bugun yana bir ishtirokchimiz bor, yosh kitobxonimiz Diyorjon. Men bugun yosh kitobxonlar bilan suhbatimiz davom etyapti. Sizning kitobga kirib kelishingiz hamda birinchi o'qigan kitobingiz, yoshlarga qanday kitoblarni tavsiya qila olasiz o'qishga? Assalomu alaykum, taklif qilganingiz uchun rahmat. Biza oilada 4 ta farzandimiz va ilk nafas bo'lgani uchun katta opamlardan, akamlardan qanday kitoblar o'qiganligini ko'rib, qiziqish tufayli kitobga kirib kelish muhabbati paydo bo'lgan. Bundan tashqari prezidentimiz tashabbus bilan ochilgan Hamdorjon Pinovich maktabi qabul qilingan o'sha yerda kitobga bo'lgan muhabbat yanada kuchaygan. Hozirgi prezidentimizning tashabbuslari, yordamlari bilan yurtimizda barcha sharoitlar yaratilgan. Hozirgi yoshlarimiz uchun faqat qilgan ishlari o'qish va harakatdan iborat. Lekin hozirgi yoshlarimiz shu ham og'irlik qilyapti. Shuning uchun hozirgi asosiy muammo yoshlarda psixologik stress, zo'riqish. Shuning uchun hozir yoshlarimizga asos tarixiy asarlardan ko'ra zarur odamga hayotga bo'lgan muhabbatini oshiradigan kitob o'qishini tavsiya beraman. Masalan, men yaqinda eng oxirgi o'qigan kitobim Kaizen strategiyasi kitobi edi. Bunda har qanday murakkab ishlar oddiy narsalardan boshlanishi, hatto yurib turganimizda vaqt ekanligini bilganman. Albatta kelajak yoshlar qo'lida. Prezidentim mana shu narsani o'ylagan holda barcha yoshlarimiz uchun kitobga bo'lgan mehrni ilg'ashga harakat qilmoqda. Shu joyda bir gapni esda bo'lsa bo'ladi. Bitta kitob o'qigan bola 10 ta televizor ko'rgan bola boshqaradi. Ya'ni hozirgi kunda yoshligidagi vaqtni, eng qimmatli vaqtini bekor ketkazmasdan kitob o'qigan bola kelajakdagi buyuk shaxslar bo'lishi ta'kidlanadi. Rahmat Diyorjon. Bugungi suhbatimiz davomida sizni mana shunday motivatsion kitoblar o'qishingiz, o'ylaymizki, bolalarni kitobga olib, o'sha bekorchi vaqtlarini kitobga sarflaydi deb o'ylaymiz. Tashakkurlar bildiramiz bu kutubxona ma'muriyati jamoasi nomidan o'qish va ishlaringiz